Nimaga payg'ambarimiz qo'y boqdilar? Nimaga Rasululloh biznes qildilar? Payg'ambardek zot pulga non olay deb tirikchilik qildilarmi? Bitta sahoba kelib tilamchilik qilganda, agar sahobalarga qarab bitta ishora qilib davay deganlarni millioner qilib qo'yishardi. Yog'dirib yuborishar. Rasululloh bir o'zlari ham bermadilar, sahobalarga ham berdirmadilar. Nimang bor sotadigan dedi. Ha uyda bitta idishim bor, bitta narsam olib ketdilar. O'sha yerda kim oshchi savdosi mumkinligini Rasululloh alayhisolom o'zlari kim oshchi savdosi qilganlar. Kim oladi buni deganlar. Bittasi men 1 tanga 2 tanga dedi. Rasululloh mana senga dedi, sotdilar. Bu yarimiga xarajat qildilar. Men u yarimiga bolta, arqon olib borib o'tiningni olib kelib sot biznes qildilar. Keyin ketdi, xarajat qildi. Keyin anchadan keyin hatto ihson qiladigan darajada sosteniyga aylanib qoldi. Ha o'sha joyda Rasululloh nimaga bor ishlar dedilar. Rasululloh taqanga aqlli, Rasululloh taqanga e'tiqodli odam bormi? Ha, bor degan odam o'rnida ketadi. O'rnida iymoniga fitur yetadi. Yo'qmi Rasululloh taqanga e'tiqodli, iymonli odam yo'qmi? Rasululloh o'shanga pul bermasdan bor ishlar dedilarmi? Shu ma'noda aytdim men. Aytaman ekan, kecha o'tiraversak, kim bizga masalan shu joyda ha desa, aka yuring, shipr beray sizga, olib keling, shipringizni yopib oling deydi. Dilbayor, dasbakor. Tur bor zikrini qilor. Qo'lga elektronik tasvirni taqaylik, biznes qilaylik, hunar qilaylik, ish qilaylik, yer chopaylik, qilaylik.